Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana biz G'ayrat akani ustaxonasiga kelganmiz. Hozir ustaxonani ish boshqaruvchisidan to'liq ma'lumotlarni olamiz o'choqlar haqida. Oybekjon, ishlaringiz yaxshimikan? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar birodarlar? Ukan, manzilni birinchi to'g'ri aytib o'tib keting. Xo'p, manzilimiz Farg'ona tumani Chimyon shaharchasi, Langar qishlog'ida turibmiz. Xo'p. Endi bu o'choqlar haqida ma'lumot berib o'tsangiz, bu qanaqa materiallardan tayyorlangan, necha litrli qozonga tushadi? Ash ko'rib turgan o'chog'imiz. Xo'p, bizda avvalo birinchi ochir bizda yangi listlardan bo'ladi. Bunaqa konteyner rabochiy ishlatmaymiz. Mana ko'rib turganingizdek yangi list. Bular katta o'choqlar, 150 litrli o'choqlar. 100 litrdan tevasiga biz turli list ishlatamiz, chunki og'ir bo'lib ketmasligi uchun. O'shaning uchun mana qalinligini ham ko'rsatib o'tib keting. Turli list ishlatganmiz. 150 litr. Yangi list. Xudo xolasa ancha uzoq muddat xizmatlarini qilib beradi. Men ko'p joyda ko'raman, bu ruchkalarini planka qilishadi. Nima sabab turba qilgansiz? Xo'p, biz endi buni katta o'choqligi uchun turba qilganmiz. Chunki ko'targaningizda qo'lingizni qiymasin, qo'lga botmasligi uchun. O'shaning uchun udobniy tomon ushlashga udobniy, qo'lingizni qiymasligi uchun turba qilganmiz. Xo'p, keyin bu listlar nima burchaklari olinmagan? Ko'p joyda shu burchaklarini olib qo'yadi, siz olmagansiz. Shu haqida ham. Xo'p, biz buni o'choqda qilishdan oldin bir povurlar bilan, katta staji bor povurlar bilan, tajribali povurlar bilan maslahatlashamiz. Bu povurlarning maslahatiga ko'ra bu ovqat qilish jarayonida tutun o'ziga urmasligi uchun shuni povurlarimiz bizga maslahat bergan. Shu tevasini ochmanglar deb. O'shaning uchun buni tevasini katta o'choqlarga shart emas ekanda. Katta o'choqlarga shart emas. Endi narxlari bilan ham tanishib o'tib ketsak, bu necha litrli qozon va necha puli? Bu 150 litrli o'choqlarimizni 800 ming qilib beramiz. Ha, o'choqda o'zi 800. O'choqda o'zi 800 ming. Qozonlari qanaqa bo'lyapti? Xo'p, qozonlari mana o'sha 150 litrlik qozoni, mana qalinligini ko'ringlar. Biz bu o'zimizni akaxonlarimizga zakaz qilib, o'zimiz uchun quydiramiz buni. Shuning uchun qalin. Boshqa magazinda, bozorda o'choqlari bunaqa qalin bo'lmaydi. Kilolari og'ir. Bularni 150 litrdan tevasini kiloga qo'yib beramiz, 45 mingdan qo'yib beramiz. Ha, kilosi demak 45 ming. Ha, kiloga 45 mingdan, chunki og'ir zakazdan quyilgan. Mana shu ko'rib turgan qalinligingizdagi mana ko'ryapsizlar birodar. Qozonlarimiz qalin shunaqa. Mana shu qalinlikda qozonni tagi ham hamma yo'g'i bir xil shunaqa ekan. Xo'p, qozonlarimiz endi necha kilo atrofida chiqadimi? Shu qozonlarimiz 25 kilo atrofida chiqadimi? Bu qozonlarimiz 26 kilo chiqadi bular. 25-26 mana shunaqa kiloda atrofida chiqadi 150 litrlarimiz. Bunimizchi, bunimiz qancha litrli qozon? Bunimiz 225 litrli qozon o'choq. Xo'p, bularimiz 40 kiloda tevasida chiqadi. Ha, 40 kiloni tepasida chiqadi. 40 kilo tevasida chiqadi. O'chog'i ham xuddi o'sha aytib o'tganimizdek turli yangi listda bo'lgan. Buni o'chog'ini 1 million 100 ming qilib beramiz, 25 litrlikni. 225 litrli o'choqni 1 million 100 ming qilib beramiz. 250 litrligimiz ham bormi, usta? 250 litrli qozon o'choqlarimiz ham bor. Xuddi shunaqangi qalin lista bo'ladi, turli yangi lista bo'ladi. O'chog'ini 250 litrlikni o'chog'ini 1 million 200 ming qilib beramiz. Qozonlari 47 kilodan chiqadi. Xo'p. Tushunarli. Xo'p, buni ham tushunib oldik, narxlarini ham bilib oldik. Endi bu o'chog'imiz bir o'zgacha yasalibdi. Shu haqda ham ma'lumot berib o'tib ketsangiz, Oybekjon. Xo'p, bu o'chog'imiz bizni o'zbek ayollarining orzusi desak ham bo'laveradi. Xo'p, bu o'chog'imiz o'zbek ayollarining orzusi desak ham bo'laveradi. Chunki biz xolosgina erkaklar mana bundan qilib stoplarni ochdik, mana yetalab bemalol, yengil ayol kishi bir qo'lida tortib yuradi. Yengil, juda bir udobniy joylari bor. Ha, balonlari bor ekanda. Ha, endi hop, yana nima? Bu o'chog'imizga 4 xil qozon tushadi. Uyingizda 4 ta qozon bo'lsa, bitta o'choq olasiz, bo'ldi. Shu bitta o'choq bilan kifoya qiladi. Mana endi mana bunisini olsangiz, qalinligini ham qalinligi mana tevasi buni halqalari 6 lista bo'lgan, qalin. Xudo xolasa 10 yildan ortiq sizlarga xizmat qiladi. Mana bu stenasini qalinligi, mana eshigini ochasiz. Stenani qalinligi 8 lista bo'ladi. Demak, turbasi 8 lik bo'lar ekan. 8 lik bo'ladi. Mana taglaridan kulini hech qanaqa iplos, u yoqqa bu yoqqa kuli chachramaydi-da. Mana shu yerdan shunday kulni olinadi-da, yana o'rniga qilib qo'yilaveradi. Balonlari ham chidamligi yaxshi. Endi mana bu halqasini, mana bu eng birinchisini olsangiz, mana bu yerimizga 6 litrli qozon qo'yamiz.
Endi jicha kattarog'i kerak bo'lsa bu halqani yechamiz. Hop. Mana bu yerga 10 litrli qozon tushadi. Hop. Endi bunisini olganimizda mana bu yerga 16 litrli qozon tushadi. Tasannom. Endi mana bu halqani olganimizda bir mehmonga ko'proq osh qilamiz deb bu halqani olganimizda 22 litrli qozonimiz tushib beradi. Oybekjon juda zo'r yasabsizlar, menga ham yoqdi. Xo'p, endi buni yana bir boshqacha usullarida ham qilib bera olasizlarmi? Xo'p, buni xo'p, bu o'chog'imizdan juda ham ko'pchilik so'rayapti. 22 litrdan pastini yasagansizlar. Bizga 40 litrlik, 50 litrlik, 60 litrlik qilib beringlar deyapti. Uni imkonimiz yo'qroq, chunki mana bu halqa Hop. takarni stanokka shu sig'adi. Bundan kattasi sig'maydi. Endi bundan kichkinasi bor. Uni 3 ta qozon sig'axon qilib beramiz. 16 litrlik, 10 litrlik, 6 litrlik qilib beramiz. Bundan katta, xuddi shunaqa 30 litrga ham, 40 litrga ham, 50 ga ham, 60 ga ham, oxiri 80 litrgacha shunday o'choq qilib beramiz. Hop. Faqatgina ular bitta o'choqqa bitta qozon tushadigan. Mana bu halqasi bo'lmaydi. 22 litrdan tevasida mana bu halqani qilib bera olmaymiz. Tushunarli. Nimagaki stanokingizga sig'mas ekan. Stanokka, takarli stanokka mana bu halqamiz sig'maydi. Qancha qilib berilar ekan? Xudo xolasa keyinchalikka uni ham yo'lga qo'yamiz, kattalashtirishdi. Xo'p, keyin yana mana bu o'choqlarimizni 12 litrdan tortib 250 litrgacha xudo xolasa bularni qilib beraveramiz. Bularni mana shu pasonda, mana shu ko'rinishdagisini 80 litrgacha qilib beraveramiz. Tushunarli. Tomoshabinlarga nima tilaklaringiz bor? Tomoshabinlarga xudo xolasa rahmat e'tiborlari uchun. Mana bizga layklar bosib, obunalar bo'lib ko'payyapti sonimiz, xudo xolasa kattakon rahmat. Tomoshabinlar bizga kuch berib tursa, shunaqa layk bosib, obunachilarimiz kuchayib tursa, bundanda xudo xolasa zo'r narsalarni yaratib, xalqimiz uchun chiqarib beraveramiz. Yana bitta narsa esdan chiqib ketib qolibdi. Yetkazib berish xizmatini ham aytib o'tib keting. Xo'p, yetkazib berish vodiy bo'ylab xudo xolasa yetkazib berishlarimiz pulli bo'ladi. Pulli albatta, chunki biz o'zimiz yetkazib beramiz, texnikamiz bo'lsa ham biz ko'chadagi taksistlardan, kirakash akalarimizdan jo'natib yuboramiz. Endi ularda ham o'zining haqlari bor, o'zlarining haqlarini oladi. O'zbekiston bo'ylab hamma joyga yetkazib beramiz. Xorazm bilan Qoraqalpog'istonga qiynalyapmiz. Qolgan viloyatlarga hech qanaqa muammo yo'q. Yetkazib beramiz, yetkazib berishimiz pulli bo'ladi. Keyin muddatini ham aytib o'tib keting. Muddati vodiy bo'ylab uzog'i 3 kun ichida yetkazib beramiz. Toshkent vohalarga 5 kun ichida yetkazib beramiz. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.